Ularga aytadigan gapingiz bormi? Agar men ularning ikkalasi bilan ham aloqa o'rnatmaganimda hech qachon kelishuvga erisha olmasdingiz. Siz mendan Putin haqida juda dahshatli gaplarni gapirib, keyin esa "Salom Vladimir, kelishuvchi ishlarimiz qanday ketyapti?" deyishimni xohlayapsizmi? Ishlar bunday ketmaydi. Men Putin tomonidan emasman, hech kimning tomonidan emasman. Men Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan, butun dunyo manfaati uchun dunyo tomonidan va bu urushni tugatmoqchiman. Ko'ryapsizmi, uning Putinga bo'lgan nafrati shunchalik kuchliki, bunday nafrat bilan kelishuvga erishish men uchun juda qiyin. Unda ulkan nafrat bor va men buni tushunaman. Lekin sizga ayta olamanki, qarshi taraf ham unga oshiq bo'lib o'tirgani yo'q. Shuning uchun bu kimningdir tomonini olish masalasi emas. Men dunyo tomonidaman. Bu masalani hal qilmoqchiman. Yevropa tomonidan bu ishni oxiriga yetkaza olamizmi, yo'qmi, shuni ko'rmoqchiman. Qattiq qo'l bo'lishimni xohlayapsizmi? Men siz umringizda ko'rgan har qanday odamdan ham qattiq qo'lroq bo'la olaman. Shunday qattiq qo'l bo'lamanki, lekin bu yo'l bilan hech qachon kelishuvga erisha olmaysiz. Shunaqa gaplar. Yana bir savol. Bunga men javob bergan bo'lardim. Qarang, Amerika Qo'shma Shtatlarida 4 yil davomida matbuot anjumanlarida turib, Vladimir Putinga qarshi qattiq gapirgan prezidentlarimiz bor edi. Keyin esa Putin Ukrainaga bostirib kirdi va mamlakatning katta qismini vayron qildi. Tinchlik va farovonlikka olib boradigan yo'l bu diplomatiya. Biz Jo Baydenning ko'kragiga urib, go'yoki AQSh prezidentining so'zlari uning harakatlaridan ko'ra muhimroqdek ko'rsatish yo'lini sinab ko'rdik. Amerikani buyuk davlat qiladigan narsa bu Amerikaning diplomatiya bilan shug'ullanishi. Prezident Tramp aynan mana shu ishni ham qilyapti. Sizdan so'rasam maylimi? Albatta, bemalol. U Ukrainaning katta qismlarini, sharqiy hududlarni va Qrimni bosib oldi. Buni 2014-yilda qildi. Shuncha yillar davomida men faqat Bayden haqida gapirmayapman. O'sha paytlarda avval prezident Obama edi. Keyin prezident Tramp bo'ldi. Keyin prezident Bayden bo'ldi. Endi esa yana prezident Tramp va xudo xohlasa endi prezident Tramp buni to'xtatadi. Lekin 2014-yildan beri uni hech kim to'xtata olmadi. U shunchaki bosib oldi, tortib oldi, odamlarni o'ldirdi. Bilasizmi, 2014-2015-yillardagi to'qnashuv chizig'idagi vaziyat qanday edi? Ha, men u paytda bu yerda emasdim, to'g'ri. Ha, aynan shunday, lekin 2014-yildan 2022-yilgacha vaziyat bir xil edi. To'qnashuv chizig'ida odamlar halok bo'layotgan edi va uni hech kim to'xtatmadi. Bilasizki, biz u bilan juda ko'p gaplashdik, ko'p ikki tomonlama suhbatlar o'tkazdik. Men 2019-yilda yangi prezident bo'lganimda u bilan kelishuv imzolaganman. Makron va Merkel bilan birgalikda o't ochishni to'xtatish haqida bitim imzolaganmiz. Ularning hammasi menga u hech qachon hujum qilmaydi deyishgandi. Biz u bilan gaz bo'yicha shartnoma ham imzolaganmiz. Ha, lekin shundan keyin u o't ochishni to'xtatish kelishuvini buzdi. Odamlarimizni o'ldirdi va asirlarni almashishmadi. Biz asirlarni almashishga qo'l qo'ygan edik, lekin u buni qilmadi. Siz qanaqa diplomatiya haqida gapiryapsiz? Nimalarni nazarda tutyapsiz? Men mamlakatingiz vayron bo'lishini to'xtatadigan diplomatiya haqida gapiryapman. Lekin janob prezident, hurmat saqlagan holda aytamanki, hozir Oval ofisga kelib Amerika mediasi qarshisida buni muhokama qilishingiz hurmatsizlikdir. Hozirda sizlarda ishchi kuchi muammosi borligi sababli odamlarni majburiy frontga jo'natyapsizlar. Siz bu mojaroga chek qo'yishga harakat qilayotgani uchun prezidentga rahmat aytishingiz kerak. Siz Ukrainada umuman bo'lmagansiz. Bizda qanday muammolar borligini qayerdan bilasiz? Men u yerga borganman. Aslida men videolarni, yangiliklarni kuzatib bordim va u yerda nimalar bo'layotganini bilaman. Siz odamlarni u yerga propaganda safari uchun olib borasiz. Janob prezident, armiyaga odam jalb qilishda muammolaringiz borligini inkor qilasizmi? Va Amerika Qo'shma Shtatlarida Oval ofisga kelib, mamlakatingiz vayron bo'lishini oldini olishga harakat qilayotgan ma'muriyatga hujum qilish hurmatdan dalolat beradi deb o'ylaysizmi? Juda ko'p savollar bo'ldi. Keling boshdan boshlaylik. Birinchidan, urush paytida hamma davlatda muammolar bo'ladi, hatto sizda ham. Lekin sizni chiroyli okean ajratib turibdi va hozir buni his qilmayapsiz. Lekin kelajakda his qilasiz. Xudo asrasin. Xudo asrasin, biz nimalardir his qilishimiz haqida gapirmang. Biz muammoni hal qilishga harakat qilyapmiz. Nimalarni his qilishimizni bizga umuman aytmang. Buni unga aytmang, chunki siz bizga shart qo'yadigan holatda emassiz. Buni yodingizda tuting.
Biz nimani his qilishimizni istashga haqli emassiz. Biz o'zimizni juda yaxshi va juda kuchli his qilamiz. Siz esa hozir unchalik yaxshi holatda emassiz. Siz o'zingizni juda yomon ahvolga solib qo'yishga yo'l qo'ydingiz. Va u urushning eng boshidanoq mutlaqo haq edi. Siz yaxshi holatda emassiz. Hozir sizda kuchli qozonish qartalari yo'q, tushunyapsizmi? Siz hozir tavakkal qilyapsiz. Millionlab odamlarning hayoti bilan o'ynashyapsiz. 3-jahon urushi bilan o'ynashyapsiz. Va qilayotgan ishingiz sizni hammadan ko'ra ko'proq quvvatlagan ushbu davlatga nisbatan katta hurmatsizlikdir. Ushbu uchrashuv davomida biror marta rahmat aytdingizmi? Yo'q. Butun uchrashuv davomida biror marta rahmat demadingiz. Oktyabr oyida Pensilvaniyaga borib muxolifat uchun tashviqot qildingiz. Amerika Qo'shma Shtatlariga va mamlakatingizga qutqarishga harakat qilayotgan prezidentga minnatdorchilik so'zlarini bildiring, iltimos. Sizningcha, urush haqida juda baland ovozda gapirsangiz, buni hal qila olasizmi? U baland ovozda gapirmayapti. Mamlakatingiz katta muammo ichida. Bir daqiqa kuting. Yo'q, siz juda ko'p gapirdingiz. Mamlakatingiz katta talofat ko'ryapti. Bilaman, siz yutmayapsiz, bu urushda yutmayapsiz, lekin biz tufayli sizda bu vaziyatdan salomat chiqib ketish uchun juda yaxshi imkoniyat bor. Janob prezident, biz o'z mamlakatlarimiz va urushning eng boshidanoq mustahkam turibmiz. Biz yolg'iz edik va biz minnatdormiz. Men rahmat aytdim. Siz yolg'iz bo'lmagansiz. Biz sizga va ahmoq prezident orqali $300 milliard berdik. Biz sizga harbiy texnikalar berdik. Sizning askarlaringiz jasur, lekin ular bizning harbiy texnikalarimizdan foydalanishga majbur edi. Agar bizning harbiy texnikalarimiz bo'lmaganda bu urush 2 haftada tugagan bo'lardi. 3 kunda balki. Putin buni 3 kunda tugatmoqchi edi, lekin 2 haftada albatta tugardi. Bunday munosabat bilan biznes qilish juda qiyin bo'ladi. Shunchaki rahmat deb qo'ya qoling. Keling, kelishmovchiliklar borligini tan olgan holda ularni Amerika mediasida janjallashib emas, balki bosiqlik bilan hal qilaylik. Siz nohaqsiz, biz buni bilamiz. Lekin menimcha Amerika xalqi nimalar bo'layotganini ko'rayotgani yaxshi. Bu juda muhim. Shuning uchun ham men bu suhbatni bunchalik uzoq davom ettirdim. Siz minnatdor bo'lishingiz kerak. Sizda qozonadigan qartalar yo'q. U yerda botqoqqa botgansiz. Odamlaringiz halok bo'lyapti. Askarlaringiz tugab boryapti. Eshiting, askarlaringiz tugab boryapti. Hozir o't ochishni to'xtatishga erishsangiz, bu juda ajoyib ish bo'ladi. Keyin esa bizga men o't ochishni to'xtatishni xohlamayman deysiz. Siz o't ochishni to'xtatishni xohlaysiz, toki o'qlar uchishdan to'xtasin va odamlaringiz o'lishi tugasin. Albatta biz urushni to'xtatishni xohlaymiz, lekin siz o't ochishni to'xtatishni aytayotganingizda men kafolatlarni nazarda tutyapman. Odamlarimizdan o't ochishni to'xtatish haqida nima deb o'ylashlarini so'rang. U siz bilan kelishuvni buzgan bo'lsa, bu Bayden degan aqlli bo'lmagan odam tufayli edi. Bu Obama davrida edi. Kechirasiz, Obama sizga ko'rpalar bergan edi. Men esa javelinlar berdim. Ha, o'sha tanklarni yo'q qilish uchun sizga javelinlarni men berdim. Aslida o'sha mashhur gap bor. Obama ko'rpa berdi, Trump esa javelin berdi. Siz ko'proq minnatdor bo'lishingiz kerak, chunki sizda bizsiz hech qanday chora yo'q. Biz bilan sizda imkoniyat bor, lekin bizsiz mutlaqo chorasizsiz. Yana bitta savol. Janob vitse-prezident, uzr, bu yerda kelishuvga erishish qiyin bo'ladi shekilli, chunki qarashlar o'zgarishi kerak. Agar Rossiya o't ochishni to'xtatish kelishuvini buzsa-chi, agar Rossiya tinchlik muzokaralarini buzsa, unda nima bo'ladi? Bu og'ir suhbat ekanligini tushunaman, lekin nima deyapsiz? U agar o't ochishni to'xtatish kelishuvini buzsa-chi, agar ular buni qilsa-chi, agar biron narsa bo'lsa-chi deb so'rayapti. Hozir boshingizga bomba tushsa-chi? Xo'sh, agar usta, bilmadim. Ular Bayden davrida kelishuvni buzishdi, chunki Baydenni hurmat qilishmasdi. Obamani hurmat qilishmasdi. Meni esa hurmat qilishadi. Sizga aytsam, Putin men bilan juda og'ir kunlarni boshdan kechirdi. U Rossiya deb qilgan soxta yalmoqlar ovi jarayonlari boshdan o'tkazdi. Bu haqda eshitganmisiz? Bu soxta narsa edi. Bu Hunter Biden, Joe Biden va Hillary Clintonning firqaligi edi. Bu demokratlarning fitnasi edi va u bularning hammasiga chidashga to'g'ri keldi va u chidadi. Biz urush bilan yakunlamadik. U esa bularning hammasini boshdan kechirdi. Uni o'sha narsalarning hammasida ayblashdi, holbuki uning bunga aloqasi yo'q edi.
Bularning hammasi Hunter Bidenning hammomidan, Hunter Bidenning yotoqxonasidan chiqqan iflosliklar edi. Keyin esa ular, voy, ana jahannamdan chiqqan noutbukni Rossiya yaratgan deyishdi. 51 agent va butun boshli voqea firqalik edi. U esa bunga chidashga majbur bo'ldi. Uni hamma narsada ayblashdi. Men faqat shuni ayta olamanki, u Obama va Bush bilan tuzilgan shartnomalarni buzgan bo'lishi mumkin. Bayden bilan ham buzgan bo'lishi mumkin. Balki shundaydir. Balki yo'q, nima bo'lganini bilmayman. Lekin u men bilan kelishuvni buzmagan. U kelishuvga erishmoqchi. Muammo shundaki, men sizni kuchli qilib ko'rsatib qo'ydim. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari siz kuchli bo'la olmaysiz deb o'ylayman. We'll see. I don't know. All right, guys, come on. Please. Hey, guys, come on. Guys, come on.